Familiyani otasining ismiga o'zgartirish masalasida. Ba'zan bizga juda oddiy ko'ringan, lekin aslida juda muhim bo'lgan masalalar haqida chuqur o'ylab ham ko'rmaymiz. Kundalik hayotda oddiy deb qabul qiladigan narsalarimiz orasida shunday tushunchalar borki, ular bizning kimligimizni belgilaydi, o'zligimizni shakllantiradi va bizni o'tmish bilan bog'lab turadi. Masalan, familiyamiz haqida. Familiya bu shunchaki pasportda yoziladigan so'z emas. U avloddan avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy va ijtimoiy merosdir. Bu ota-bobolarimizdan bizga qolgan nom, ularning hayoti, mehnati va obro'si bilan boyitilgan. Familiya insonni o'z nasabi, o'z ildizi va o'z tarixi bilan bog'lab turadigan muhim belgi hisoblanadi. Shu ma'noda familiya faqat shaxsiy identifikatsiya vositasi emas, balki jamoaviy xotiraning bir qismi hamdir. U orqali inson o'zini katta bir davomiylik zanjirining bo'lagi sifatida his qiladi. Bu esa insonga nafaqat mansublik tuyg'usini beradi, balki muayyan mas'uliyatni ham yuklaydi. Chunki familiya bu ajdodlar oldidagi ma'naviy qarz va mas'uliyatdir. Bu nom bejizga saqlanmagan. Uni saqlab qolish uchun ajdodlarimiz mehnat qilgan, obro' orttirgan va uning qadrini tushirmaslikka harakat qilgan. Demak, bu nomni davom ettirish orqali biz ularning mehnati va qadriyatlarini ham davom ettiramiz. Bugun esa afsuski shuni kuzatyapmizki, ayrimlar o'z avlodi familiyasidan voz kechmoqda. Ular uni otasining ismi bilan almashtirmoqda va buni an'anaga qaytish sifatida izohlashmoqda. Bir qarashda bu fikr milliylikni tiklashdek ko'rinishi mumkin. Lekin shu yerda muhim savol tug'iladi. Biz haqiqatdan ham an'anaga qaytyapmizmi yoki o'z ildizlarimizni uzyapmizmi? An'ana deganda biz nimani tushunamiz? Va uni qanday shaklda tiklayapmiz? Agar har bir avlod o'z familiyasini o'zgartirsa, bir necha avloddan keyin ajdodlar bilan bog'lab turgan zanjir uziladi. Inson o'z nasabini aniqlashda qiynaladi. Oilaviy tarix parchalanadi. Bu esa nafaqat alohida oilalar, balki butun jamiyat uchun madaniy yo'qotishga aylanishi mumkin. Inson ildizsiz yashay olmaydi. Ildiz insonga barqarorlik, o'zini anglash va tayanch beradi. Ildiz yo'q joyda esa mustahkamlik ham, davomiylik ham bo'lmaydi. Shuning uchun ildizni saqlash bu faqat o'tmishni hurmat qilish emas, balki kelajakni mustahkam qurish hamdir. Albatta, men madaniyatimiz va an'analarimizga hurmat bilan qarayman. Ammo har qanday an'anani qayta ko'rib chiqishda uning mazmuni va oqibatlarini ham hisobga olish kerak. O'tmishni to'g'ri anglamasdan turib, kelajakni barqaror qilib bo'lmaydi. Mening familiyam mening boyligimdir. Bu menga ajdodlarimdan qolgan omonatdir. Uni saqlash men uchun nafaqat huquq, balki ongli tanlov va burchdir. Bu orqali men o'zimni katta bir tarixiy davomiylikning qismi sifatida his qilaman. Men istaymanki, bu nom uzilmasin. Mening bolalarim, nabiralarim va kelajak avlodlarim o'zlarini tasodifiy insonlar sifatida emas, balki o'z tarixi, o'z nasabi va o'z nomi bor shaxslar sifatida anglashsin. Siz bu masalada qanday fikrdasiz? Familiyani saqlab qolish kerakmi yoki familiyani otasini ismiga o'zgartirish to'g'rimi? O'z fikringizni albatta yozing do'stlar.